Birodarlar, kambag'al odam meni eng muhim muammoyim bu kambag'allik deydi. Kambag'allikni yo'q qilsam, boy bo'lsam, hamma muammolarim yo'q bo'ladi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri tushuncha. Dalil xuddi sen aytayotgandagi katta puli bor odamni qaraganda, uni muammosi senikidan ham katta. Seni muammoing kambag'allik emas. Boyning muammosi pulini ko'pligi emas. Ikkalasining ham muammosi o'lchov tushunchalari shariatga teskari. Agar o'lchov tushuncha Alloh va Rasuli aytgan andozaga kelsa, kitobi sunnat bilan o'lchov tushunchalarimizni tuzaturadigan bo'lsak, puli borni ham, puli yo'qni ham muammosi tugaydi. Faqirlik manzilati. Eshitib turaylikchi nima ekan faqirlik, ha? Faqirlik nima desa, hozir aytayotganimizdek, puli yo'qlik deb tushunamiz.